sizni qobiliyatingizni o'zingiz to'laqonli bilmaysiz Alloh bilan o'zingizni. Shuning uchun agarda o'zingizni bor ko'nikmalaringizni, energiyangizni, bilimingizni ishlatib, hozir ijod qilib, o'zingizni raspakovka qilmasangiz, o'zingiz yangi versiyangiz bilan tanishmasangiz, eski versiyangizda qolib ketasiz. Sizni Alloh juda mukammal qilib yaratganda, juda yaxshi ko'rib yaratgan. Biz eski o'ylarimiz bilan, kichkina o'zimiz yoshligimizdagi tarbiyamiz bilan biz shuncha narsaga erisha olamiz deb o'ylaymiz. Bizning qobiliyatlarimiz juda katta. Biz uni birinchi qavatdan ikkinchisiga, uchinchisiga, to'rtinchisiga, beshinchisiga tepaga chiqishimiz kerak. Chunki 6 oylik bola 1 yilda уже 1 yashar bo'lganda u yuradi. 2 yashar bo'lganda уже gapiradi. Inson zoti meni xayolimda har yili shunaqa o'zgarish kerak. Masalan, уже 10 yasharlik bola ingliz tilida gapiryaptimi, уже universitetdagi bilimlarimni har yili bilib, o'shancha bilim olish kerak deb o'ylayman. Agarda o'zingizni uyalaman, qo'rqaman deb cheklov qo'yishni boshlasangiz, o'zingizni talantlaringizni tan olmasangiz, zo'r versiyangiz yana ham iPhone yangi versiyasini chiqazadi. Sizlar ham o'zingizlarning yangi versiyalarini chiqazinglar deyman.